O'zbekistonda bank omonat foizlari mart 2026-yilda. Men sizlarga hozir ko'rsataman eng foydali foizlarni, depozitlarni so'mda va dollarda, valyutada ham. Birinchi biz boshlaymiz Ipak Yo'li bank. Bunda stavkasi 20% dan, buni muddati 2 yilga, minimal summasi farqi yo'q. Qanchada boshlasanglar. Avvo bank stavkasi 22,5 dan 25% gacha, kamida 6 oy, minimalkasi 100 ming so'mda boshlab. Buni faqat onlayn. O'tgan videolarda men aytdim, oldingi videolarimda ko'pincha holatda onlayn omonatda foiz ko'proq beriladi offlaynga qaraganda. Nimaga? Chunki onlayn qilganingizda siz o'zingiz qilasiz, bu deganiki xodimlarni band qilmaysiz, bankka ham bu ekonom, shuning uchun banklarga ham qiziq, foydali agar siz o'zingiz onlayn qilsangiz. Bu endi ko'pincha holat aytganim. Tenge bank 18%, muddati 1 yil 1 oy, minimalkasi 100 ming so'mdan. Turon bank stavkasi 21%, muddati 1,5 yilga, minimalkasi 1 million so'mdan boshlab. Buni faqat bankning o'zida, onlayn emas. Misol uchun tepadagi mana bu onlayn bo'lsa, Turon bank bu bankning o'zida. Agrobank stavka 21%, muddati 1 yil 1 oy, minimalkasi 500 ming so'mda boshlasa bo'ladi. Bu ham bankning o'zida. Asaka bank 14% dan 21% gacha, muddati 1 oydan 2 yilgacha. Bu deganiki 1 oyga qilsangiz 14% olasiz, 2 yilga qilsangiz 21% olasiz. Misol uchun 6 oy qilish mumkin, 1 yil qilish mumkin. Foizni ham shunga qarab olasiz. Minimalka 100 ming so'mdan boshlash mumkin. Bu faqat onlayn. NBU bank buni ham bankning o'zida, ham onlayn qilsa bo'ladi. Foizi 12% dan 20% gacha, muddati 1 oydan 1,5 yilgacha 100 ming so'mda boshlasa bo'ladi. Aloqa bank stavkasi kamroq 18-19%, no, muddati ham bunda tez, 3 oy, 6 oy. Kimga shu qisqa vaqtga qo'yish kerak bo'lsa, ularga mana shu qulay bo'lishi mumkin. 1 million so'mdan va yuqori onlayn. Endi Orion Finance Bank. Buni stavkasi juda kam, 10%. Bu endi kimga kerak? Bu 10% mamlakatga yozilayotgan foizlar do'stlar, bu yillik foiz. To есть bu 10% 1 oyga berilmaydi. Bu stavkasi yillik. To есть bu deganiki asosiy где-то qo'ysangiz 1 oyga 0,9% примерно bo'ladi. 0,8-0,9% bo'ladi. To есть bu deganiki 1% ham emas. Minimal summasi 1 million so'm. Buni ham bankda, ham onlayn qilsa bo'ladi. Keyin NBU yana bitta stavkasi bor. Bitta mana aytishlaring mumkin, ba'zi banklar o'sha bordi-ku deb. Ham bordi, faqat bu depozitning nomi har xil. Например, Ma'mun Jozibali. Ma'mun depozitning nomi hamma uchun. Bu depozitga qarab har xil depozitlar bor, har xil muddatli, har xil pul. Misol uchun mana bitta 500 mingdan boshlab, bu depozitni 100 mingdan boshlab. Foizlari ham har xil. MK Bank 20% dan va yuqori, 1 yildan 2 yilgacha, minimal summasi 100 ming so'mdan va yuqori. Buni faqat onlayn qilish mumkin. Agrobank stavkasi 21%, muddati 1 yil 1 oy, minimal summasi 500 ming so'mdan boshlab. Buni faqat bankda qilish mumkin, xolos. Keyin aziz do'stlar, yana bitta qiziq nima bor? Mana bitta bolalaringiz uchun qo'yishingiz mumkin. 1 ming so'mdan boshlab
buni bankni o'zida. Bu nima deganiki? Sizda bolangiz bo'lsa, siz uni nomiga mana shu depozit qilishingiz mumkin, omonat qilishingiz mumkin. Bu nima deganiki? Foiz bo'laveradi bankda, ko'payaveradi. Bolangiz 18 yoshga yetsa, yechib oladi pulni. Shunaqa zo'r, kim agar pulni saqlab qolmoqchi bo'lsa, bolalari uchun nimadir uchun yig'moqchi bo'lsa, misol uchun o'qishgami yoki to'ygami, mana shu narsa ham zo'r. Xalq bank yana bitta dollardan ham qilish mumkin. 4,5%. Mana 1,5 yil muddat $10 boshlash mumkin. Bitta yana Garant bank bor. Buni qarang, 8%. Lekin bitta minimalkasi $5,000. 1 yilu 1 oy buni muddati. Keyin aziz do'stlar, sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman. Mana har xil banklar bor. Yaqin atrofda bilasizlar, bitta bank ham yopildi, litsenziyasi olindi. Siz bilishingiz kerak, qaysi bankka mumkin qo'yish omonat, qaysi bankka mumkin emas. Shuni bilmoqchi bo'lsangiz, meni kanalimda video bor. Men shuni to'liq, juda chuqur aytib berdim. Qanday bankni saylash, qaysi banklarga pul qo'yish mumkin, qaysi banklarga pul qo'yish mumkin emas. Albatta, omonat qilishdan oldin shu videoga o'ting. Mana sizlar ekraningizda chiqdi shu videoning havolasi va описаниеda ham shu videoning havolasini qoldiraman. Albatta, avval ko'rmasdan turib omonat qilmang. Ko'p odamlar, misol uchun mana yaqin atrofdagi bank yopilgan, litsenziyasi olindi, juda stress bo'ldi. Shundoq siz bo'lmasligingiz uchun baribir ham pul bu shunaqa narsa, buni shor bo'lib qilish kerak. Yana давайте дальше ketamiz. TBC bank stavka 19,5 dan 22% gacha, muddati 3 oydan 2 yilgacha, minimal summasi 100,000 so'm. Yana NBU, bu уже dollarlik, 3% dan 5% gacha. 3 oydan 1,5 yilgacha qo'yish mumkin. Buni bankning o'zida $50 dan boshlash mumkin. Aloqa bank 18-19%, 3 oydan 6 oygacha, minimal 500,000 so'mdan. TBC bank 19 dan 21% gacha, 3 yildan 2 yilgacha, 100,000 dan 5 milliard so'mgacha qo'yish mumkin. Xalq banki 19%, qarang, 19 muddati 1,5 yil, lekin minimal 10 million so'mda boshlash mumkin. Buni faqat bankning o'zida. Premium degan depozitning nomi. Turon bank maksimum online 21%, muddati 1,5 yil, minimal summasi 100,000 so'mdan. Asaka bank bu online, qarang, bu dollarlik 3% dan 4% gacha va muddati 1 yildan 1 oygacha $300 dan boshlasa bo'ladi. Misol uchun mana aytaylikki, dollarni aytayotgan bo'lsak yoki so'mni, mana investitsiya soha bor. Agar siz pulingizni bankka emas, investitsiya qilsangiz, foizlari, agar o'rta foizni aytsak, to dollarda, valyutada 15%, 20%. Mana shu o'rta foiz daromad qiladigan odamlar dollarda investitsiyada. Aytaylikki, mana so'mda esa yana ham ko'proq. Investitsiyada banklarga qaraganda ko'proq pul ishlash mumkin. Banklar beradigan foizlar, aziz do'stlar, bu inflyatsiyani, pulni qadrini qoplaydigan narsa xolos. To есть odam nimaga qo'yib, mana bitta yevro, kimga yevro qiziq bo'lsa, 4%, bankdan ham, onlayndan ham MK bankda qo'ysa bo'ladi. Bu investitsiyada oddiy nimani qilaman desangiz, bankka pulni qadrini qoplaysiz xolos, lekin pul ishlanmaydi. Agar siz aynan pul ishlayman desangiz, bu asosiy investitsiya qilish kerak. Rivojlangan davlatlarda odamlar bank omonat mencha qilishmaydi, juda kam qiladi. Asosiy ular investitsiya qiladi.
Investitsiya nima deganiki? Siz misol uchun bankka emas, bankni aksiyasini sotib olasiz. Aksioner bo'lasiz shunday qilib. Bankni sheriki bo'lasiz. Lekin faqat banklarniki emas, любой kompaniyani aksiyasini sotib olishingiz mumkin. Fond birjada sotilayotganini. То есть misol uchun O'zbekistonda ham fond bozori bor, O'zbekiston kompaniyalarining aksiyalarini sotib olishingiz mumkin. Yoki AQSh kompaniyalarining aksiyalarini sotib olishingiz mumkin. Ular ham sizga foiz to'laydi. Siz bitta qanday qilib pul ishlaysiz investitsiyada? Birinchi yo'li siz oldi-sotdi qilasiz, bitta narxga sotib olasiz, ikkinchi narxga sotasiz. Bu birinchi yo'li. Ikkinchisi esa bu siz pul ishlaysiz dividendda. То есть kompaniyalar sizga dividend to'laydi, doля to'laydi, foiz to'laydi sizga. Xullas, agar qiziq bo'lsa, menda bepul onlayn treningim bor. Ushbu treningda men to'liq aytib beraman, investitsiya nima, qanday investitsiyani o'rganish, qanday investitsiya orqali pulingizni ko'paytirish mumkin, qanday bankka qaraganda pul ko'proq ishlash mumkin. Agar qiziq bo'lsa, videoning tagida men havola qoldiraman. Ashta o'tib, bepul meni onlayn treningimni ko'rishingiz mumkin. Hammaga kattakon rahmat aziz do'stlar. Ko'rishguncha xayr.